10 ayning 6 kuni BDT kishilik huquq kengashiga bilet tashlagan 47 davlat ichida 19 davlat qarshi bilet tashildi. 17 davlat qo'llab bilet tashildi. 11 davlat Amerika rahbarligidagi atalmış Şinjandagi kishilik huquq vaziyati to'g'risidagi qaror loyihasidan voz kechdi. Bu xabar tarqalgandan keyin dunyodagi 60 dan ortiq Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari va boshqa kishilik huquq tashkilotlari birlashma bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning mutaxassislarini Xitoy doiralarining Uyg'ur kishilik huquqini dafsanda qilganligi qarata konkret tadbir qo'llanishini talab qildi. Angliya, Kanada, Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, İslandiya va Norvegiya qo'llagan qaror loyihasi 26 sentabr Amerika BDT kishilik huquq kengashiga sunildi. BDT kishilik huquq organining BDTning yaqinqi bayqashlarini muzokara qilishini talab qildi. Atalmış Şinjan kishilik huquq doklati e'lon qilindi. BDTning 48 betlik doklatida mundaq deb yakun chiqarildi. Xitoyning musulmon Uyg'urlar va boshqa turk millatlarini asos qilgan kishilik huquqi daxl ta'ruz qilishi xalqaroliq jinoyatlar, bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyatlar bo'lishi mumkin. Uyg'ur guruhlari mundaq dedi. Bir qism a'zo davlatlar kishilik huquq kengashi ichidagi ilgari qabul qilingan obyektiv dialog, tarafsizlik, kamsitish va tanlamaslik prinsipini ochiq-oshkora nazardan saqit qildi. Bu masalaga qarata Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdul Qarqash apandi bayonot berib mundaq dedi. Dünya kichik bir yizdek bo'lib qolgan bugünkidek uchur davrda dunyodagi ko'plagan davlatlarning Uyg'urlarning zolim Xitoy tarafidan qirg'in qilinayotganligini bilib turib, bilmaslikka selishi odamni ajablantirdi. Bo'libmi biz bilan qon qarindosh, dindosh bo'lgan O'zbekiston bilan Qozog'istonlarning bizning ahvolimizni besh qo'ldek bilib turib, zolim Xitoyga yantayoq bo'lishi kishini cho'chitdi. Qarqash apandi yana mundaq dedi. Agar sizlar tadbir olmay ancha-muncha manfaatni deb zolim Xitoy bilan ig'iz burun yalasanglar, atil bu fojia sizlarga keladi dedi. Xitoy Davlatlik Sayya Komiteti payshanba kuni atalmış Şinjanda 97 kishining yangidan yo'qimlanganligini, chorshanba kuni 93 dan ko'p bo'lganligini xabar qildi. Bayonotda navbatdagi yo'qimning tarqalish sur'ati eng tez, qoplanish doirasi eng keng, yo'qimlanish soni eng ko'p, oldin olish va kontrol qilish eng qiyin ommaviy sahiyat jiddiyligi deyildi. Urumchi seshanba kuni uqtirish tarqitib, yo'qimning tarqalishini kontrol qilish uchun Urumchidagi barliq nahiya va rayonlardagi kishilar vaqtliq ayrila olmaydi. Davolashga chiqib ketish qatorliq alayda ahvollarni mutaxassislarning baholashidan keyin doklad qilish va elib berish kerakligini o'tirib qo'ygan. Xitoy taratqullari buni eng qattiq chiqish siyosiy deb atadi. Buningdan boshqa atalmış Şinjanga boradigan poyezdlar, o'lkalar aro ommaviy avtobuslar va ko'p qism navbatchi aeroplanlar yangi uqtirishlarni kutishdan to'xtatildi. CNNning xabari qaraganda chorshanba kuni Urumchi aerodromidan uchadigan 95% aeroplan amaldan qoldirilgan. İkinci çoğun aerodrom bo'lgan Qashqar aerodromidagi chegara sirtidagi barliq navbatchi aeroplanlar amaldan qoldirilgan. Urumchiga faqat 2 navbatchi aeroplan saqlab qilingan. Xitoy hukumat amaldorlari, maktab o'qituvchilari va davlat ig'dorchiligidagi korxona kadrlarining ilmiy saviyadan yuqori yoki uningdan yuqori bo'lishiga ergishib, yaqinda universitet o'quvchilarining chiqish hujjatini topshirish kerakligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Shimoliy Millatlar Universiteti bexatarlik ishxonasi barliq o'quvchilarga uqtirish tarqitib, ularning pasporti va sayohat kinishkisini Shangang, Omin va Tayvanga topshirib berishini talab qilgan. Hamda pasportini yo'shirganlar buning oqibatini ustiga oladi deb tahdid solgan. Shanxaydagi bir ko'chmanlar shirkatining xizmatchisi mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon chet elda o'qiyotganlarning soni ko'p bo'lmadi. Bu hukumatning andisini qo'zg'adi. Davlatda qirish masalasi intayin ig'ir bo'lg'achqa, hozir hamma davlatlar chet el yoshlarini jalb qilmoqchi. Jungo albatta bu o'quvchilarning chet elda o'qishini xohlamaydi. Chunki ular chet elga chiqqandan keyin qaytib kelmasligi mumkin. Natijada boylar va nopos yo'qoladi. Ommaviy uchurlarga qaraganda Shimoliy Millatlar Universiteti Xitoy Davlatlik Milliy ishlar komitetiga bevosita qarashli bo'lib, Ningxianing Yinchuanga joylashgan bu maktabda 20 mingdan ortiq magistr va to'liq kurs o'quvchisi bor. O'quvchilarning 60% yerlik millatlardan. O'tgan yili 3-oyda bir Twitter torida tordoshlarining oshkorlashicha, Xitoy Kompartiyasi Jamoat xavfsizligi ministrligining chegaradan kirish boshqarish idorasi ichki hujjat tarqitib, o'lkalarning qadam bosqichlari bo'yicha shaxsiy pasport sababidan fuqarolarning pasportini tadrijiy chekindirgan. Olma shirkati yaqinda Hindistonda yangi iPhone to'playdiganligini e'lon qildi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Olma shirkatining bu harakati ta'minlash zanjirining Xitoydan chekinish uchun tayyorlik qilish. Olma shirkati 9-oyning 26-kuni Hindistonda iPhone 14 ni ishlab chiqarganligini e'lon qildi. Bu Olma shirkatining tunji qatim Xitoy sirtida yangi iPhone ishlab chiqarishni qaror qilishi bo'lib, bu muhim obidi hisoblanadi.
Hindiston g'oyat zo'r davlat ishchi bozori va mo'l arzon emgak kuchi bilan o'zini davlat halqagan shirkatlarning jalb qilish kuchiga ega ishlab chiqarish va savdo markazi qilib qurib chiqmoqchi.